Assalomu alaykum qadrli muxlis. Milliy futbol kanali eng so'nggi futbol yangiliklarini ulashishda davom etadi. Bugun Meksikada O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi tarixiy yurishini boshladi. Dastlabki daqiqalarda terma jamoamiz ishonchli yurish bilan o'yinni boshladi hamda o'yin boshida ikkita standart vaziyatlarga ham ega bo'ldik. Ammo jamoamiz ushbu vaziyatlardan unumli foydalana olmadi hamda birinchi bo'limning so'nggi daqiqalarida gol o'tkazib yubordi. Luis Diazning chiroyli uzatmasidan Daniel Munoz gol bilan yakunladi. Shunday bo'lsa-da, terma jamoamiz birinchi bo'limni yaxshi o'tkazdi. Ikkinchi bo'limni bir qator o'zgarishlar bilan boshladik. Sayfiyev Nasrullayevning o'rniga Hamdamov O'runovni almashtirdi va tez orada ushbu o'zgarishlar foyda berdi. 60-daqiqada Hamdamovning qanotdan uzatib bergan to'pini Shomurodov darvozaga yo'lladi. Darvozabonning kichik xatosidan so'ng Abbos Fayzullayev ochiq darvozaga to'pni yo'llab, tarixiy O'zbekiston terma jamoasining dastlabki golini kiritdi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay maydon markazida Shomurodovning xatosidan so'ng kolumbiyaliklar qulay vaziyatga chiqib ketishdi hamda Luis Diaz o'yindagi hisobni yana kolumnlar foydasiga o'zgartirdi. Shundan so'ng terma jamoamiz bir qator o'zgarishlar qildi va o'yinni o'zgartirishga harakat qildi, ammo o'yinning so'nggi daqiqalarida yana gol o'tkazib yubordik. Shunday qilib, mundialdagi dastlabki o'yinimizni munosib o'tkazdik va ayrim xatolar evaziga mag'lub bo'ldik. 1-3. Endi terma jamoamiz ikkinchi tur doirasida Portugaliyaga qarshi bahs olib boradi. Do'stlar, turli so'rovlarda birinchi golni kim uradi degan savolga men Abbos Fayzullayev deb javob berib o'tdim. Men Abbos o'zi 11 ta variantimiz bor deb endi. Ya'ni bu hech narsa emas topib qo'yish. Men bu ma'noda aytmayman, lekin yaxshi niyat qilaylik. Kecha ham eslagandim. Abbos bosh bilan gol uradi deb eslagan ekanman. Telegramda tepada turibdi. Ya'ni to'g'ri yutqizdik, 3-1 yutqizdik, lekin men o'ylayman munosib o'ynadik. Men hamma yigitlarga respekt birinchidan minnatdorlik bildirmoqchiman. Endi keyingi o'yinda yana ham qiyin bo'ladi, Portugaliya raqibimiz. Lekin Portugaliyadan ochko olib bo'lmaydi degan emas. Mana Kongo o'ynadi. Biz ham himoyani yana ham tartibliroq o'ynasak, xudo xolasa, ochko olamiz. Xullas, nima demoqchiman? Qo'llab-quvvatlash kerak terma jamoani. Qo'llab-quvvatlash kerak. Shu kamchiligi bilan shu futbolchilar bizning futbolchilar. Ichkarida o'ynab yurganda nima desa bo'ladi, lekin tashqariga chiqqanda, jahon chempionatiga chiqqanda bunaqa yaxshi o'ynasa qo'llab-quvvatlash